Assalomu alaykum aytish kanalimiz obunachilari. Mana bugun yangi tovarlarimiz Xitoydan yetib keldi. Buni nomi Samodelka, o'zligi Xitoydan chiqadigan varianti bo'ladi. Buni hozir ochib Dilmodam aka bilan obzor qilib ko'rsatib beramiz. Hammasini bir boshidan motor kravatlari hammasini ochish vaqtida aytib ko'rsatib ketaveraman. Dilmodam aka ochib ko'rsatib beraveradilar. Qani hozir videomizni boshladik. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlari, hamma narsasi aytiladi. Motor kravatlari 12 ta viloyatda dastavkalari bor. Ichida dastavkalarni ham qilib beramiz. Qani amaki ketdi. O'zi mana shunday strechlangan va mana bunday o'zida sharikli, havoli salafanlarda, zashtalarda keladi zavoddan. Bu varonka qismi hozir mana shu yerda. O'zi uch xil rangida bor, sariq, mana bunday qizil, mana bunday yashil ranglarda bo'ladi. Uch xil rangda bo'ladi. Mana varonka qismini ochib bo'ldi. Firmasi Bau firmasi, zavodskoy. Mana listlar qalinligi saylan bo'ladi. Qalin listdan qilingan. Mana. Bu varonka qismi. Mana bu tomoni tagidan ochilishi. Mana shu yerdan pasta kesib ketsangiz. Hozir mana buni ichidan o'zida balonlari va setkalari chiqadi. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Uch qavat salafanda o'ralgan bo'ladi. O'zi ham stretch, keyin havoli anaqadan keyin mana bu salafan ustida bo'ladi. Mana setkalari ham 4 xil setkasi. Mana ichkarisida 1 gram suv o'tmagan. Mana balonlari 3 ta rezinkasi oyog'iga taqiladigan, mana oyoqlarga rezinka taqiladi. O'sha yerda rezinkalari ham bo'ladi, o'ziga mana balonlari ham qo'yiladi. Pichoqlari 12 ta kalyonli materialdan qilingan pichoq. Mana olovda chaqlangan pichoqdan bo'ladi. Mana bu yerda 4 tadan 8 ta malatkoy don sindirish uchun bu tomonga 4 ta, bu tomonga 4 ta, 8 ta pichoq bo'ladi. Mana bularni ham hozir rezinkalarini ham ko'rsatamiz. Rezinkalari ham mana. Bu ichida simli bu rezinkani ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana bu yerda videoda ichi rezinka simli, bukilmaydigandan bo'ladi. Mana bu yerlari ham qalinligini mana ko'rsanglar bo'ladi. 2,5 listdan qilingan. 100% zavodskoy narsa. Pakopka holatda mana shunday keladi. Hozir mahaliklarni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu narsa mahalik bo'ladi. Mana shu pichoq qotirilgan, ustida mana shunisi mahaligi. Qalinligini ko'ryapsizlarmi? Mana shu mahaligi. Motorni ham hozir ko'rsatib o'tamiz. Motori 4 kilovatli motor. Alyuminat bo'tkali bo'ladi motori. Ustida datchiklari bor, turburchak motordan. Bu qimmat motor bo'ladi, o'zi turburchak motor. Turburchak shakldagi qilingan motor. Qimmatroq motor bu. Keyin avtomat shitlari bo'ladi o'zida. Avtomat shitlari hammasida bo'ladi. Keyin komplektda mana bunday vilkasi, mana tokka suqadigan, ishlatish uchun vilka ham bor. Mana hozir varonkasini qo'yishni ko'rsatamiz. U qo'yish juda ham oson. Mana bu teshigiga mana bu yerda tiqiladi. Mana bu yerda shu tiqiladi. Mana teshigiga tiqildi. Endi orqasiga o'tsa, orqasida mana shuni taqib qo'yadigan bo'ladi o'zida. Mana Rabilda tayyor ishlashga, faqat setkasini o'zingizga yoqqan setkani qo'yib olasiz. Bitta vaqt setkasini ham ochib ko'rsataylik mana shuni, mana setkalarni. Balonlar shart emas, mana shu setkasini ko'rsataylik. Ichida o'zida komplektida 4 ta setka chiqadi. 4 ta setkani hozir men vazifalarini sizga ko'rsatib aytiraman. Mana bu setkasi bu makkaga, asosan makka, o'sha silos qilishga yaxshi. Mana bunisini deb turing. Mana bunisi somonlarga, preslarga, quruq hamma narsaga
sholi press va shular hammasiga chotki qilib beradi. Xohlasangiz kattasini qo'ysangiz ham sholi presslarni chiqarib oladi. Bunisi don uchun, don makkalarni bu yarma qilib beradigan varianti bo'ladi bu setkasi. Keyingi setkasi mana bu setka. Bu un shaklda qilib beradi. Donli, любой narsa donlilarni un shakldagi qilib beradi. Mana shu bochkasiga don to'ldirib solib qo'yiladi. To'ldirib solib qo'yiladi va setkasi qo'yiladi. Mana bu bilan rekursiya qilinadi. Mana ichini hozir ko'rsataman. Mana shu yerdan rekursiya qilib, don tushib, o'tib, bu yerdan tushib keladi. Endi navbat bu qizilini ochamiz, keyingisini. Mana qizil va qizilini ham ochib oldik. Varonkasini. Mana shu varonkasi. Endi hozir tagini ham ocha olamiz. Hozir mana keyingisini ochdik, varonkasini ochdik. Bunisini ochdik. Mana shu yerdan endi qo'yilishi mana bu tomonga sal burasiz. Bu tomonga o'zingizga solamiz shunday. Mana shunday oddiy taqiladi, mana shu yerga kiradi. Mana maxalikli 12 ta pichoqli o'sha. Xo'p, orqasida taqadiganini taqiladi. Bo'ldi, ishga tayyor. Shunday borib, xashaylarni chiqarib turib ketlaveradi. Mana sarig'i, qizili, hoziramiz 3-chisi yashilni ham ochamiz. Balonlari qayerda taqiladi desanglar, balonlari mana bu yerda taqiladi. Ikkita tomonga baloni bor. Pastga tushirganda balonda yuradigan bo'ladi. Mana keyingi yashilini ham ochib oldik. O'zini, xo'p, mana drabilkamiz. Mana simli degani mana simli ashaqa. Mana qani qo'yamiz endi ustiga. Ustiga qo'yib olamiz. Mana oddiy, yopilishlari ham juda oddiy, juda qulay qilingan. Orqalarida ham taqib mana ishlataverasiz. Drabilkalarimizni yig'ib oldik. Mana 3 xil ko'rinishi. Drabilkalarimiz Bau firmasidan uchovi ham bilasizlar, hamma biz faqat Bau firmasidan olib kiramiz. Drabilkalarning sifatiga o'zingizlar baho berasizlar. Boshqa drabilkalarni solishtirib ko'ringlar mana. Samodelka deysizlarmi? Boshqa yana zavodskoylar bor. Arzonroq variantlari ham bor, xohlasanglar, lekin metali bunaqa emas. Buni kilosi 60 kilolik bular. Hammasi metali qalinidan, turbochak motorlidan eng pastlikni zamonaviy qilingan mana shular bo'ladi. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 2,5 million so'mdan istagan va rangingizdan qilib beramiz. 2,5 million so'm ichida dastavkalari 12 ta viloyatga tekin bo'ladi. Bemalol pastda nomerlarni qoldiraman. Telefon qilib, yana qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, qo'shimcha ma'lumotlarni olsanglar ham bo'ladi yoki zakaz berish uchun telefon qilsanglar bo'ladi. Agar telefonni ko'tarmasa, shu nomerlar Telegramda ham bo'ladi. Telegramdan yozsanglar, menga mana shaqasidan kerak desanglar, sizlarga ham xuddi shunday drabilkalardan yetkazib beramiz. Bundan tashqari do'konimizda bilasizlar, boshqa turdagi mana bunday universal drabilkalar, mana akula drabilkalar juda zo'r. Akula drabilkalardan 6 pichoq drabilkalarimiz ham bor. Drabilka qaysi turdagisidan kerak bo'lsa, hattoki Xitoydan zakaz ham qilib berishimiz mumkin. Xohlasanglar, pastda nomer qoldiraman. Xitoydan qandaydir drabilkalar ko'rib qo'ygan bo'lsanglar, bemalol telefon qilsanglar, zakaz orqali Xitoydan keltirib berishimiz ham mumkin. Undan tashqari hozir yangiliklar qilganmiz. Baliqlar uchun va tovuqlar uchun yem chiqaradigan apparatlardan ham keltirganmiz. Nasib bo'lsa, kanalimizni kuzatib borsanglar, ularni ham ishlashlarini obzor qilib ko'rsatib beramiz. Dilmurod amakiga rahmat aytamiz. Rahmat amaki. Salomat bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, videolarni kuzatib boringlar. Nasib bo'lsa, yana yangiliklar bo'lsa, shunaqa video qilib joylaymiz.